hozirgi kunda arzon sotilayotgan konditsionerlar bilan sizlarga grey konditsionerimizning farqlarini ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkala konditsionerimiz ham 12 talik ko'rishingiz mumkin. Konditsionerimiz, bu konditsionerimiz ham mana modellari bilan 12 talik, grey konditsionerimiz ham ko'rib turganingizdek 12 talik konditsioner. Ikkala konditsionerimizni ham ko'rdinglar, ikkalovi ham 12 talik. Katta agregatli konditsioner bilan kichkina agregatli konditsioner sizlarga hozir farqini tushuntirib beramiz. Katta agregatli konditsionerimizni ko'rishingiz mumkin. Eniga ham kichkinasidan ko'ra katta bo'lib turibdi. Radiatoriga alohida e'tibor berasizlar. Radiatori katta konditsionerlarimizda agregatlilarda 12 ta qator bo'ladi. Kichkina konditsionerlarda agregatlilarda 10 ta qator bo'ladi. Bu degani 4 qatorga radiatori ham kattaroq bo'ladi. Bu degani muzlatishi bundan ancha kuchli bo'ladi. Berilgan kvadratini bemalol muzlatib beradi. Kichkina agregatli konditsioner yomon degani emas. Kichkina bo'lganining hisobiga kichkina xonalarni muzlatib beradi. Katta agregatligimiz bo'lsa, katta xonalarni muzlatib beradi. Etilgan kvadratini muzlatib qishda bemalol isitib beradi. Keyin ko'pchilik katta fenli konditsionerlar zo'r deb maqtab sotish o'tgan ekan. Konditsionerda fen rol o'ynamaydi. Feni prosta muzli havoni chiqarib beradi. Eng glavniy rol o'ynaydigani agregatimiz bo'ladi. Agregat katta bo'lsa, mana bunaqa radiatorlari ham katta bo'lsa, o'sha sizlar xohlagandek muzli havoni chiqarib beradi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga podpiska bosib qo'yinglar. Qanaqa konditsioner olishni bilmay yurgan tanishinglarga bu videoni jo'natib qo'yinglar.